Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi video darsimiz uzbekcoders.uz platformasidan o'quvchilarga sertifikat olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga o'quvchilarning tug'ilganligi haqidagi guvohnoma ma'lumotlari kerak. Mana biz buni oldindan yaratib olganmiz. Ism, familiyasi, tug'ilgan sanasi, guvohnoma seriyasi va raqami hamda har bir o'quvchiga alohida elektron pochta yaratib saqlab olganmiz. Demak, bu elektron pochtalarni qanday yaratishni ko'rsatib o'taman. Demak, brauzerga kirib Gmail generator deb qidiramiz. Mana bu yerdan Gmail generator saytiga kiramiz va mana bu qismiga hozir ushbu kompyuterimizga ochilgan elektron pochta manzilimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu elektron pochta manzilimizni kiritamiz. Va yaratish tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibmizki 8192 ta bizga elektron pochta yaratib berdi. Biz buni belgilab nusxalab mana bu yerga joylashtirib bemalol foydalansak bo'ladi. Mana men xuddi shunday qilib saqlab olganman. Demak, ishimizning asosiy qismiga o'tamiz. Ya'ni uzbekcoders.uz platformasiga kirib olamiz. Mana kirib oldik. Bu yerdan uzbekcoders.uz kurslariga o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma tugmasini bosamiz. Demak, birinchi o'quvchimizni ko'rib olamiz. Ya'ni guvohnoma seriyasi va raqamini nusxalab, demak, seriyasi IGZ ekan. Demak, 28-iyul ekan, 2011-yil. Faoliyat turi maktab. Keyingisi Asadbek Anvarov. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana bu yerga elektron pochta manzilini kiritamiz. Nusxalaymiz. Demak, stavit. Telefon raqami umuman ahamiyatga ega emas bizga. Parol, demak, harflardan foydalanganimiz ma'qul. Kamida 8 ta bo'lishi kerak. Mana ro'yxatdan o'tib oldik. Endi esa tizimga kirishni bosamiz. Yana qaytadan o'sha elektron pochta manzili va mana bu elektron pochta manzilini kiritamiz va parolni kiritamiz. Tizimga kirish. Tizimga muvaffaqiyatli kirib oldik. Endi tasdiqlangni bosamiz. Saqlash bajarildi. Endi esa pochtaga o'tamiz. Elektron pochtamizga mana ko'rib turibsizki, faollashtirish havolasi keldi. Mana vaqtiga qarasak ham 14:41. Mana 14:41 hozir keldi. Ustiga bosamiz. Bu yerdan mana shu kursni tanlaymiz. Tekshirish. Bajarildi. Demak, elektron pochtamizga yana ikkinchi havola ham keldi. Ustiga bosamiz. Join now tugmasini ustiga bosamiz. Bu yerda yana bizdan parol kiritishimizni so'rayapti. Bu ham kamida 8 ta belgi bo'lishi kerak.
ro'yxatdan o'tishni bosamiz. To'g'ridan to'g'ri demak testni ishlash bo'limiga o'tib davom etingni bosamiz. Boshlanishi. Xo'sh, bu yerda shu variant. Xo'sh. Bu yerda demak ism familiya so'ralyapti. Demak, mana bu ism familiya. Отправить. Отправить. Orqaga qaytib, o'sha loyihaga qaytamiz va imya, o'sha sertifikatning nomini yozib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu ism bo'yicha sertifikat chiqarilsin deb yuborishni bosamiz. Va boyagi oynaga qaytib, o'sha oynani yangilab olamiz. Mana ko'rib turibsizki, sertifikat keldi. Mana bu havolasini nusxalab mana bu joylaymiz. Ustiga bosganimizda havolamiz chiqyapti mana. Anvarov Asadbek. Ikkinchisiga o'tishdan oldin demak mana bu oynalarni yoqamiz. Demak tarixni tozalashimiz kerak. Tarixni o'chirdik va yangilab olamiz. Dastlabki holatga qaytdi. Yana dastlabki holatga qaytgandan keyin ro'yxatdan o'tishni bosib yana davom etaveramiz. Ikkinchi o'quvchimizning ma'lumotlarini kiritamiz. Tug'ilgan yili 30-iyul ekan.